2 soat 39 minut telefonni zaryadga qo'yganingizda sizni ham telefoningiz shunaqa sekin to'ladigan bo'lib qoldimi? Hozir sizlar bilan bu muammoni to'g'rilaymiz. Videoga tez like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Aniq bilaman sizlarni ham mana shu muammo qiynaydi. Telefoningizlarni zaryadga qo'ysanglar 2-3 soatda to'ladi deydi. Hozir bunaqa muammo endi sizlarni umuman qiynamaydi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida qanaqa qilib iPhone 15 ni tekin yutib olish sirrini ham aytaman. Telegramga kirib ilova X so'zbot botini topasiz. Birinchi chiqqan originalga kirasiz. Originalga kirib o'rtoqlar start tugmachasini bosasizlar. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Keyin skriptga yonida to'rtburchakka bosib enterga o'tamiz. Keyingi qatorni ochamiz. Keyingi qatorni ochganimizda o'ng qo'limizda mana quvvat joyi bor. Xuddi shu oynani ochib olasizlar. Ochilgandan so'ng mana telefoningizlarni zaryadga qo'yasizlar-da, ha tugmasini bosasizlar. Keyin bu yoqdan kerakli modelni tanlaysizlar. Sizlarda qaysi model? Samsung, Redmi, iPhone yoki boshqa Android bo'lsa, boshqa Android tanlaysizlar. Hozir menda Samsungni tanlayman. Aktivlashtirishga bosaman. Aktivlashtirish bosgandan so'ng bo'ldi, bot ishlashga tushadi. Endi telefonni bitta blokka tushiramiz. Ko'rishingiz mumkin, uje telefonim hozir ham 2 soat to'lishini chiqazadi. Mana ko'rishingiz mumkin 2 soat 39 minutdan 32 minutga tushdi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu videoni zaryadga sekin to'ladigan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Mana ko'rib turibsizlar, istalgan smartfoningizlar bu narsadan foydalansanglar bo'ladi. Hoziroq sinab ko'ringlar, telefoninglarni zaryadga qo'yib, ancha tezlashtirib beradi. Tekinga iPhone 15 yutib olish xohlasangiz, hoziroq Hoji Akbar Mo'minov Telegram kanalimga kirasiz. Kanalga kirib bu yoqda qotirib qo'yilgan post bor. Xuddi shu postni ko'rasiz. Mana shu 4 ta kanalga obuna bo'lasiz va ishtirok etishga bosasiz va bu yoqda siz tekinga iPhone 15 yutib olishingiz mumkin. Temur Xatamov hamda men hamda Texnogo tomonidan.